get readyligini yaratamiz va make up qilamiz. Let's go. Okay, sochlarimizni yig'ishtirib olamiz birinchi o'rinda. Birinchi o'rinda o'qirdan boshlaymiz. Vitaminli spray yuzimizni namlab olishga. Men yuzim namlashini 2-3 qavat qilaman, chunki yuz terim juda ham quruq. Okay, bugun sizlarga nimalar haqida aytib bermoqchiman. Bugun Koreyada meni kelmasimdan oldin boshlangan va kelganimdan beri mana deyarli 2 yildan beri qiynayotgan bir muammo haqida gapiramiz. Toydan toneri, bu juda ham yaxshi namlantiruvchi toner. 2-qavat. 3-chi namlantirishga men bunday sutli tonerni ishlataman. Bu ham ancha yumshoq, faqat oddiy tonerdan farqi bu kremga o'xshagan. To'g'rida. Chuqur namlantirish juda ham kerak, ayniqsa ko'chaga chiqishdan oldin, ko'chada havo quruq bo'lsa va sizni yuz teringiz juda ham quruq bo'lsa. Agar chuqur namlantirmasangiz juda ham tez erta ajib tushib ketadi. Bu farqi yo'q, уже 20 yosh bo'lasizmi, 22 yosh bo'lasizmi? Xuddi shuni serum varianti bor. O'shani surib olamiz. Bu muammo nima bilan bog'liq? Bu muammo mening ismim bilan bog'liq. Ya'ni men ismim bilasizlar, Saida. Koreyada bu ism yoki bu so'z koreyslarga juda ham tanish bo'lgan ichimlikning nomi. Ya'ni mana Koreyada Saida nomli Sprite ichimligi bor. Ya'ni Sprite bilan bir ta'mi o'xshaydigan, ranglari ham o'xshaydigan, faqat nomi boshqa ichimlik. Ismingiz Saida bo'lsa bo'ldi. Bu degani siz koreyslar uchun shunchaki gazli ichimliksiz. Endi esa isbot suramiz. Bu ichimlik shu qadar Koreyada mashhurki, hattoki koreys tilini o'rganuvchi kitoblarda ham chiqadi. Koreyaga kelishimdan oldin aynan mana shu koreys tili kitobida uchraganim uchun men o'sha paytda o'zimni noqulay his qilishni boshlaganman. Ya'ni darsda o'tiribmiz va koreys tili kitobida shunaqa qaysidir grammatika bilan gap kelyapti. Bu yerda aytilyapti, "Nanan Sayda mashinangga chuayo." Ya'ni men Sayda ichimligini ichishni yaxshi ko'raman. Shu paytda hamma o'quvchilarning nigohi menga qaratilgandi va o'shanda o'qituvchim mavzuni boshqa joyga burib ketishni o'rniga, chunki Sayda mazali-da, Saydani hamma yaxshi ko'radi, deya kulib hazilomuz qilib menga qarab qo'ygan va hamma kulib yuborgan. O'zimni juda ham noqulay holatda his qilganman. Qanday qilib o'qituvchi bunday vaziyatni yo'q qilishni o'rniga, noqulay vaziyatni yo'q qilishni o'rniga, naborot o'quvchini yanada noqulay vaziyatga solib qo'ygan. SPFdan keyin kushon suramiz. Hozirda tirtirni ishlatyapman. Yuzimga tirtir juda ham yoqdi. Buni sovg'a qilishgandi menga. Tehyon tug'ilgan kunida. Va yuzimga yoqdi. Yuzim bilan mana rangi deyarli ham emas, даже birga bir rang ekan. Hozir polni yopaman, ko'rasizlar. Men ko'zim tepasidagi bu hech qanaqa tiyen yoki boshqa narsa emas, bu ko'zimni allergiyasi qizarib qolgan. Hozir mana shu narsani yopganim ko'rasizlar. Bir tekis qilib bilinmaydigan qilib yopaman tashma. Bu shunda menga yoqqan tomoni yuz bilan bo'yinning rangi ajalib qolmaydi. Shunaqa bo'lgan voqea tufayli men уже Koreyada meni nima kutib turganini va Koreyaga kelganimdan keyin kim ismimni so'rasa, kimga ismimni aytsam, qaysi koreys bo'lishidan qat'iy nazar, ismimni 3 marta qayta so'raydi. Isming nima desa, Sayda desam, nima deydi? Sayda desam, Sayda desam, ha Sayda desam, ha Saydami? Shaqasim bormi deydi. Lagerda borganimda ham u yoqda guruhga bo'lingan edik, 5tadan va bizning guruhimiz nomi Sultashin Sayda edi, ya'ni nima? Aroq o'rniga Sayda tanlaymiz degan ma'noda, ya'ni aroq o'rniga Sayda ichadigan jamoat tipi shunaqa ma'nodagi nom qo'yganmiz va aynan mana shunaqa nom tufayli lagerda misol uchun kim 40 tadan ortiq ishtirokchi bo'lsa, misol uchun odamlar hammaning ismini eslab qololmagan bo'lsa ham, aynan meni ismimni hamma eslab qolgan, ishonaveringlar. Koreyada ismimga hayratlanishlariga shunchalik o'rganib qolganmanki, hattoki kim bilan qaysi koreys bilan misol uchun tanishib ismimni aytayotgan paytimda o'zim aytaman. Ular ismimni eshitgandan keyin, "Ha, ismim G'alatiya" deyman, mo'ltirab. "Yo'q" deyishadi ekan. Lekin mana shu eng yaxshi usulga aylandi menga, chunki har safar просто ismimni Sayda deb aytadigan bo'lsam, Sayda deb qaytaraverishlaridan bu narsa olib qochar ekan. Lekin baribir bu holat Koreyada hali anchagacha davom etadi deb o'ylayman. Поэтому sizlar nima deb o'ylaysizlar? Ana. Tush surib oldim. Meni highlighter bilan burnimga shuni tekis qo'yaman bo'ldi. Ko'p emas. Endi rumyonchka qo'yaman. Buni ham ko'zimni tagiga ozgina. Chaqaloqlarning yuzi qizargan paytdagi nozik pushti bo'ladi-ku. O'shani qarang. Endigi navbat lip balzamga, ya'ni lab uchun balzam bu. Bu ham tintni o'rnini bosadi, ham balzam. Sovuq paytda Koreyada o'zi mana shunaqa surgan foydaliroq. Lab qurib qolmaydi, ham tintni o'rnini bosadi. Bo'ldi, mening makiyajim shu yerda tugadi. Sizlarda qanday shunga o'xshash voqealar yoki hodisalar bo'lgan? Buni kommentariyada yozib qoldiring. Bu men uchun juda ham qiziq. Ko'rganlar uchun rahmat. Men endi tezda tayyorlanib ketishim kerak.